Aziz yurtdoshlar, bugun biz vatanimiz tarixi sahifalaridan oltin harflar bilan bitilgan bir sanani eslayapmiz. Bu sana xalqimizning orzu-intilishlari, umid va ishonchlaridan bunyod bo'lgan Konstitutsiyaning tug'ilgan kunidir. Konstitutsiya bu oddiy hujjat emas, u xalq qalbining ovozi, asrlar davomida shakllangan donishmandlikning mujassama, ertangi kunga yorug'lik taratuvchi yo'lchi yulduzdir. Undagi har bir modda adolatning nafasi, erkinlikning nafasi, xalqimizning orzu-umidlari aks etgan satrlardir. Asosiy qonun bizga shunday deydi: birlikda kuch, adolatda nur, insonda qadar. Shu bois Konstitutsiya har bir fuqaroning sha'ni, g'ururi, tinch osuda hayotining qalqonidir. Bugun biz shu hujjat bergan imkoniyatlar bilan yurtimizning yangi tarixini yaratmoqdamiz. O'zbekistonimizning har bir islohoti, har bir yangilanishi, har bir yutug'i Konstitutsiya poydevoriga suyanib qad rostlamoqda. Keling, bu muqaddas hujjatni nafaqat yodlaylik, balki uning ruhini qalbimizda asraylik. Chunki Konstitutsiya xalqimizning yuragi, kelajagimizning porloq ertasi sari yetaklovchi ishonchli yo'lboshchidir.